Assalomu obunachilarim, bundan 5-6 kun oldin men sizlarga mers uzumimni ko'rsatgandim va uni silkib donini kamaytirgandik. O'shani men sizlarga natijasini ko'rsataman. Bugun bizda havo bulut, yengil shamol esyapti. Yomg'ir yog'ishli xavfi bor. Endi Allohning bergan tabiati, yomg'ir ham kerakli narsa. Mana men sizlarga hozir o'sha mers uzumimni natijasi. Mana uzumimiz, mers uzumimiz. Mana hattoki emblemasi ham chiqib qolgan. Mana emblemasi ham chiqqan. Mana ko'rinyapti, mana emblemalari ham ko'rinib qolgan. Haqiqiy mers. Mana emblemalari ham ko'rinib qolgan. Mana uchini kesamiz, nimagaki xunuk joyini olib tashlaymiz. Mana hozir rosa oladigan payt bularda ham. Mana qolgan joyi yaxshi. Endi biriga o'sha qolgani jicha nimaroq, jinda katta bo'lganda, Makkadaqa bo'lganda bularda siyraklashtiramiz. Hozircha endi har xil bo'lib turibdi, bir tekisda bo'lib oladi. Mana yerda ham mana shunaqa, mana ko'rasizlar, mana kerakli olgan. Olsak kamroq olishimiz mumkin. Mana egri shox, hali ortiqcha uzun turibdi mana. Mana ko'ringlar-da, kerak emas. Mana kesib qo'ysak, ashinisi yetadi. Mana u ham o'shanaqa bo'lgan. Hozircha taymay turibman. 1-2 kundan keyin mana shu baklarini ham olib, mana xomta qilamiz. Hozircha to'kilyapti. Shuning uchun mana qilib ko'rsatay. Mana bu ham qaranglar, mana kerakli tarzda qolgan. Bularda mana emblemalari bilinib qolgan, hammasini emblemasi chiqib qolgan. Mana bu ham shunaqa mana. Ko'ryapsizlar, mana kerakli tarzda uzum qolgan. Mana bunday qilib mana shu holatga keltiramiz. Mana u ham xuddi shunday mana. Mana uzumimiz. Buni ham qaranglar, 3 xunuk bo'lib turibdi mana. Bu yerdan kesib qo'ysak, bu yog'i yaxshi mana. Mana yerda ham xuddi shunday mana. Mana ko'rsatuvroqli. Mana uzumimizni boshi katta bo'lgan. Bu yerda ikkita egri shox bor ekan. Mana buni olamiz. Mana buni ham olamiz. Mana shog'i yetadi bizga. Mana bu bakni olamiz. Mana endi buni ham uchini kesib qo'yamiz ichcha. Ich yuzini ana shu yerdan kesib qo'ysak, mana shunchasi yetadi bizga. Kerakligi yetadi mana. Mana u ham xuddi shunday mana chachala vosh bo'lgan. Mana bunda ortiqcha anaqa yoniga bergan shoxi yo'q. Uchidan kesib qo'yamiz bo'ldi. Mana shu ham misol uramiz mana. Ko'rlayman, ursa normalniy qoldi. Hozir uchidan ichiga kesib qo'yamiz mana. Bo'ldi mana, qolgani nima bo'laveradi. Mana u ham ko'ryapsizlar mana. Chochi mana bu yerdan bema'ni shu yonidan chiqqan o'sha katta uzumani buni olib tashlaymiz. Bu yerdan ham olib tashlaymiz 1-2 ta mana. Ko'ryapsizlar mana. Uchini kesamiz mana. Uchini kerak emas mana. Mana shu yetadi. Mana shuni inshaalloh Xudo xolasa mana shunisi yetadi. Bu nimagacha qoqamiz buni ham mana. To'kilyapti mana. Kerakli tarzda qoldi bunda ham. Qolgani oldinga qaraganda yaxshi. Sal Makkadek bo'lganda buni ham ko'ribman. Uchini kesib qo'yamiz. Mayli, kichkina bo'lsa ham uzumini kesamiz mana. Buni ham uzum uchun kesamiz mana. Ana. Yetadi bizga. Buni ham mana uchini kesamiz mana. Hamma uzumni uchini kesib chiqish kerak mana. Bakdi mana. Albatta qaycha olsalar yaxshi mana. Bu ham kerakli tarzda olgan. Uchini kesib qo'yamiz. Buni qoqib qo'yamiz mana. Yetadi. Buni uchini kesamiz. Magaki shamolda nima bo'lyapti mana. Bugun uzumlarga dori sochaman degandim. Shamol bo'lib turibdi. Agar kechga borib havo bulut bo'lsa ham, yaxshi havo bo'lsa sochamiz. Mana shu uzum ham mana yaxshi o'ziga. Mana uchini olib tashlaymiz mana. Yonidan chiqqan shoxlar yoqmayapti, ikkitasini olib tashlaymiz. Buni ham uchini kesamiz mana. Mana natijalari. Mana buni ham xuddi shunday. Mana bu yerda ikkita mana ko'rasizlar, mana katta bo'lib ketgan, ortiqcha katta uzum mana. Yonida ham bema'ni shox nimasini olib tashlaymiz mana. Mana shuni uzib tashladim mana. O'sha yonidan chiqqan ekan. Endi bunday qilib qo'yamiz bo'ldi. Bu bakni olamiz mana. Mana bakni uzumga tegib turibdi mana. Ko'ramiz. Bundan ham 1-2 ta tepasidan, yuqorisidan shoxni olamiz mana. Sal kaltalashtiramiz. Mana.
Bunday qilib mana yetadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimo sog' bo'linglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'linglar. Yangiliklar ko'p mana.